Qotilning oxirgi uzr so'rashi u Floridaning eng keksa qatl qilingan mahbusi bo'lganida ma'lum bo'ldi. U soat 18:16 da vafot etgani ma'lum bo'ldi. Starki yaqinidagi Florida shtati qamoqxonasida 3 ta dori ukolidan keyin. Uning qatl etilishi Floridada bir oy ichida rejalashtirilgan 3 ta keksa mahbusdan biri bo'lib, mamlakatning eng band olim jazosi shtatidir. Sochor 1982-yil 1 yanvarda 18 yoshli Patricia Giffordni Yangi yil kechasida uchrashganidan bir necha soat otib o'ldirganlikda ayblangan. Soat 18:00 da olim kamerasining pardasi ko'tarilgan holda Sochor qo'lida Ivni gurneyga bog'lab qo'ydi. Nazoratchidan so'nggi sozlarni so'ragan Sochor bu sozlar o'zida borligini tasdiqladi. U Giffordlar oilasidan bir necha bor uzr so'radi va chuchuk afsusdaligini aytdi va o'z yaqinlariga yillar davomida qo'llab-quvvatlaganliklari uchun minnatdorchilik bildirdi. Soat 18:03 da giyohvand moddalar oqimi boshlanishidan biroz oldin u ruhini Iso Masihga topshirdi. Sochor 1 daqiqaga yaqin og'ir nafas oldi, keyin bir necha soniya chayqaldi. Sochor 2 daqiqa davomida jim bo'lib qolgandek bo'lganidan so'ng, nazoratchi uning ko'zlariga qaradi, yelkalarini silkitdi va javob olmagan holda ismini baqirdi. Texas 28 kishining hayotiga zomin bo'lgan Tamp Mistich falokatidan 1 yil o'tib, toshqin yuqori bo'lganligi sababli holat e'lon. Milliy ob-havo xizmati seshanba kuni San Antonioning garbiy qismidagi AQSh 90 yo'lagining ayrim qismlarida, jumladan Janubiy Edwards platosi va Rio Grandeda suv toshqini xavfi yuqori ekanligini e'lon qildi. Chips Austin meteorologi Averi Tomasko seshanba kuni postida ogohlantirishni noreal deb atadi. Abbottning tabiiy ofat deklaratsiyasiga ko'ra, Texasning 60 ga yaqin okrugi dushanba kuni boshlangan kuchli bo'ronlarga duchor bo'ladi, shu jumladan Ker okrugi. Bu yerda suv toshqini 100 dan ortiq odamni, shu jumladan xristian yozgi lageridagi 25 qizni o'ldirdi. 2 o'smir Tamp Mistich maslahatchisi va lager direktori ham toshqinda halok bo'lgan. Madina va Uvalde okruglarida mahalliy vaqt bilan soat 12:00 gacha suv toshqini haqida ogohlantirishlar mavjud. Medina okrugida 4 dan 10 dyuymgacha, Uvalde okrugida esa soat 16:00 atrofida 5 dan 12 dyuymgacha yomg'ir yog'di. Nega Tramp Eron bilan abadiy urushni ostiga qo'ymoqda? Nega Yamanning uzoq davom etayotgan urush yo'q, tinchlik yo'q, boshi berk ko'chaga chek qo'yishi mumkin? Ertasi kuni Yaman garbidagi Hodeyda gubernatorligida ikki tomon o'rtasidagi janglarda o'nlab odamlar halok bo'ldi. Bu 4 yildagi eng dahshatli zo'ravonlikdir. Va keyin dushanba kuni Tehrondan Sanadagi boshqa reysning qo'nishga urinishi Yaman hukumati tomonidan aeroportning uchish-qo'nish yo'lagini bombardimon qilishiga va Saudiya Arabistoniga Hutiylar ballistik raketalarini otishiga olib keldi. Yaman mudofaa vaziri Tohir Alaqili hukumatning sabri tugab qolganini aytdi. Hutiy harbiy voizi Yahyo Sari Yaman urushining eskalatsiya bosqichi tugaganini aytdi. Yaman urushi 10 yildan oshdi. 2022-yilda sulh kelishuviga erishilganidan beri sovuq edi. Ammo Husiylarning asosiy ittifoqchisi Eron AQShga qarshi kurashib, Fors ko'rfazini bombardimon qilgani sababli Yaqin Sharqning eng qashshoq mamlakatida mojaro yana avj olishi va Yamanni yana keng ko'lamli urushga olib kelishi mumkin. Turkiyaning 2016-yilgi davlat to'ntarishiga urinish mamlakatni qanday butunlay o'zgartirdi? Turkiya tubdan o'zgarib borayotganini ko'rsatadigan hech narsa yo'q edi. Oradan bir necha soat o'tgach, tanklar ko'chalar bo'ylab o'ta boshladi. Qiruvchi samolyotlar Anqara va Istanbul ustidan uchmoqda. Askarlar Yevropa va Osiyoni bog'lovchi bo'g'oz ko'prigini to'smoqda. Anqaradagi parlament qarama-qarshilikka uchradi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on videoqo'ng'iroq orqali xalqni ko'chaga chiqishga va davlat to'ntarishini to'xtatishga chaqirdi. Davlat to'ntarishiga urinish o'sha kechada barbod bo'ldi, ammo uning siyosiy oqibatlari bugungi kungacha mamlakatga ta'sir qilishda davom etmoqda. Turkiya hukumati davlat to'ntarishiga urinishda Gulen harakatini aybladi.
Uning asoschisi, musulmon ulamosi Fatfulloh Gulen bir paytlar Erdo'g'onning yaqin ittifoqchisi hisoblangan. Ular birgalikda turk armiyasining siyosiy ta'sirini jilovlash va Erdo'g'on hokimiyatini kengaytirishda muhim rol o'ynagan. Keyinchalik ittifoq parchalanib ketdi. 2016-yilga kelib Gulen yillar davomida AQShda muhojirlikda yashagan.